Assalomu alaykum hurmatli qadrli mijozlar. Bugun sizlar bilan Amir Temur turar joy majmuasidagi 3 xonali xonadonlar bilan tanishtiramiz. 3 xonali xonadonlarimizning maydoni 64 hamda 69 kvadrat. 69 kvadratligimiz o'zining ikkita sanuziga ega. Hosillarga ushbu xonadonlarimiz qisqacha video obzor qilib tanishtiramiz. Ketdik. Ushbu ko'rib turgan uylar 64 kvadrat bo'lib, 70% ta'mirlangan holatda. Markaziy отоплениyaga ulangan bo'ladi. 1 kvadrat uchun 6 million so'mdan narx belgilangan. Umumiy narxi 385 million so'm chiqadi. Agar subsidiyangiz bo'lsa, 28 million so'm bilan xarid qilsangiz bo'ladi. Batafsilroq qo'shimcha ma'lumotlar uchun quyidagi raqamga qo'ng'iroq qiling.